Assalomu alaykum. Chorva Market YouTube kanalining yashadek kuzatuvchilari, YouTube chorva ishqibozlari, aka-ukalar, Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidamiz. Inshaalloh Tejamkor brendi nomi ostidagi drabilkalar zavodiga kelganmiz. Xudo xohlasa akalar, mana shu drabilkalarimizni qo'ldan kelgancha ishlash jarayonlari, hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Inshaalloh sizlar uchun chiroyli video rolik qilib beramiz. Bir donadan like tugmani bosib qo'yasizlar aka-ukalar. Xudo xohlasa video rolikni boshladik. Tejamkor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Charchamang. Endi sog'mi? Tejamkor seximizga xush kelibsiz avvalo. Rahmat aka. Bitta seximizda drabilkalar, pechkalar, tejamkor pechkalar, hoka garelka, atrabon garelkalarimiz ham bor. Gap yo'q. Ishlab chiqarish xudo xolasa keng. Xudo xolasa yaxshi. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa aka, necha xil turdagi assortimentlar bor? Hozir bitta turgani 2 xil drabilka bor. Keyin nima desa bo'ladi? Yana ham zakazga qarab qilaveramiz. Zakazga qarab istalgan turdagi drabilkalar chiqarib beraverasiz. Yasab beraveramiz, ha. Gap yo'q aka. Xudo xolasa akalar, vodiy bo'ylab dastavkalar bor aka. Dastavkasi bor. Dastavkasi mutlaqo bepul. Ko'rdingizmi, aloqaga chiqib bemalol aka zakaz qilsangiz uyingizga olib borib yurgizib berishadi akalarimiz. O siz chaqirishdan maqsad narxlarni sindirib olganmiz, o'shani aytishga chaqirdik. Gap yo'q. E'lon qilgani. Xudo xohlasa akalar, ko'rasizlar mana. Drabilkalarimiz bitta narsaga hayron qoldim. Drabilkalaringiz gabariti juda katta ekanda. Yo'q, endi kichkina emas aka. hampalarini 45 kilodan bug'doy don sog'igani moslab chiqarganmiz. Kattaytirganmiz. Keyin mana bu setkalarimiz. Setkalar molbob, qo'ybob, makkani yorma qilib beradigan, bug'doyni kepak qilib beradiganlari bor. 4 xil turda akalar setkalari mavjud. Pichoqlarini ham ko'rsating, bitta ochib qo'yganmiz Mana tayyor qilib qo'yibdi akamiz. Malatko'ylari bor. Mana akalar pichoqli qilib ishlaganmiz. Malatko'ylari ham qolingina ekan mana. Aka, nechta pichoqli bu? Bu 22 ta pichoqli jam. 22 ta pichoqli. Aha. Zo'r. Ekonom pechkalarimiz, tejamkor pechkalarimiz. Tejamkor pechkalar mana. 750 ming ozgina farqi bor aka. Ozgina farqi bor. Bunisi 750 ming, bunisi 800 ming. Dastavkani kelishamiz. 800 ming so'm. Atrabon garelkalarimiz, atalab pishirgani. Bular 600 mingdan dastavkasini kelishilgan holda. Bitta hoka garelkamiz bor. Mana. Bunda endi akalar hoka solasizlar, o'sha ko'mirni maydalangan. Ko'proq atalab pishirishga, mol boqishga moslashganda biz ishlar. Gap yo'q. Bunisi qancha aka? Bunisi ham 600 ming. Motori, komplekt hamma yo'g'i bo'ladi. 600 ming narx aytamiz. Hamma yo'g'i bo'ladi. Yo agar drabilkalar bilan akalar, pechkalar bilan oladigan bo'lsalar, juda ham bir bonus narxlarda qilib beradi akamiz. Aka, Oladi. Bu drabilkalarimizni endi nech puldan chiqarib beramiz? Bularni narxini tushiraman, sindiraman deb aytdim haligida. 2 million 200 mingdan telefon qilishaveradi. 2 million 200 ming so'm. Dastavkasini ham kelishib, qatga yetkazish kerak bo'lsa yetkazib, bolalarimiz olib borib, chiqarib, ko'rsatib, qo'llariga topshirib keladi. Qancha garantiyasi bor bularning? Garantiyasi motorga 1 yil, korpusiga 3 yil beraveramiz. Korpusi umuman tugamaydi aka. Tugamaydi, xudo xolasa. Gap yo'q. Endi akalar buni olgandan keyin iloj borsa o'zlaring uchun bir ehtiyot qilib ishlatasizlar. Buni pulni sanab berganlardan keyin bu sizlarga bo'ladi. Xudo xolasa o'sha pana-panalarni saqlab, endi bu ham nima deydi? Endi garantiyasini berdi, tepib, unaqa qilsalar bo'lmaydi akalar. Xudo xolasa olgandan keyin o'sha chiroylab avaylab asrab ishlataverasizlar. Aka, u yoq bu yoqda 1,5 million 1 million 600 dan ham narx aytishyapti. Unga nima deysiz? Unga ham bunaqa drabilkalarmi yo u fake xabarmi? U birinchisidan fake xabar bo'lishi mumkin. Keyin biz ham yasab berishimiz mumkin 1,5 millionlik. U faqat somonni o'zini chiqaradi yoki donni maydalaydi. Boshqa narsaga yaramaydi. Universal emas, bir taraflama ishlaydigan drabilka. Motorlarining quvvati hamcha past bo'lishi mumkin. Gap yo'q. Bu endi akalar motori haqida ham bitta ma'lumot bering aka. Motorlarimiz 6,5 kW, 3,5 ming oborot, mis obmodga, alyumin obmodga bo'ladi. Mis bilan alyuminning farqi bormi narxida? Mis bilan alyuminda 200 ming farqi bor. 200 ming minib bo'ladi, mis qimmatroq bo'ladi-chi. Keyin 190 dan pastiga mis obmodgaligimiz ishlamaydi.
170 dan tepasiga alyumiy obmodga tavsiya qilyapmiz. Hozir endi qish kelyapti. Sal tuglar, haligi tuglar ozgina pasayganning hisobiga o'shaning uchun kim telefon qilsa alyuminiyni maslahat beryapmiz. Alyumiy yaxshi ketyapti. Hurmatli obunachilar, men o'zim ham olganman, xudo xolasa. O'sha alyuminiysidan tavsiya qilaman men ham. O'sha tokingiz past bo'lsa ham, oboroti ham zo'r bo'ladi alyuminiyni. Misli bo'lsa, ozgina qiynalib qoladi, lekin tok past joyda. Hozir endi bularda bir qator o'sha ishlash jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Inshaalloh ko'rib o'zlaring xolis bahosini berasizlar. Tejamkor aka, apparatlarimiz nimalar chiqarib beradi endi hozir? Ho'lpoya olib kelganmiz. Ho'lpoya, ho'lpoya bor, somon pres. Pohol, sholi pohol. Sholi pohol akalar, drabilkani ajali bu. Ko'rasizlar hozir qanaqa chiqarib berishini. Keyin makkamiz bor, so'tali makka, o'z don qilib chiqarib beramiz buni yorma. Yorma holatiga keltirib berishadi akalarimiz. Yo'q, akalar mana bu makkani qaranglar mana. Boshladik. Chiqarib beradi akalarimiz. Mana aka yurgizib o'rinchi. Ko'rsatib beramiz endi aka. Aha. Mana hurmatli obunachilar. Silosdan farqi yo'q. Mana. Deyarli akalar silos holatiga olib qo'ydi. Mana. Juda ham mayin. Biz qo'lda ham chiqaraverar ekan mana. Endi somonimizni chiqarib ko'rsatib beramiz, qo'yib olib setkada. Yurgizib o'ring aka. Pohol presni ham chiqaray bitta. Qani bitta ko'raylikchi. Pohol presni. Mayinligini ko'ryapsizmi mana? Somon bilan poholni farqi bor. Mana buni ko'ringlar akalar. Maza qilib olasizlar. Yamlamay yutadi buni. Bitta olib qo'yinglar akalar, tavsiya qilaman. Mana bu yoqda mana ana shu makkani bitta aralashtirsalar akalar, mana shakar olibda tayyor. Bitta kepakni urib berasizlar. Aka, qani makkani bosamiz endi. Mana shu makkani hozir yorma holatiga keltirib beramiz. Makka chiqarib beramiz. Bo'ladi. Makkani ko'ryapsiz, yorma holatda qilib chiqarib beraman. Endi ustiga tayyorlashgan bo'ladi. Qatalalarga aka. Bu ham zo'r mana.
makka bormi akalar, bug'doy bormi, hammasini chiqaraveradi. Aka, mana bilan bitta yurgizib ko'rsatib beraylik. Hokangizni. Lekin akalar mana mayilligini ko'ringlar. Juda ham zo'rda. Mana. Setkasi bor holatda akalar ko'rilan yurgani mana. Endi buni setkasini olib qo'ysa avtomat.